Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli qarindoshlar, bugün fitrat haqida to'xtalamiz. Fitrat har qanday insonning tug'ilgan vaqtdagi tabiiy holati. Shu tabiiy holatini saqlab qolgan insonlar özünün fitrini saqlab qalğan boldu və insanlığını saqlab qalğan boldu. İnsanlığını saqlab qalanmagan adam meyli köp oqub alim bolğan bolsun, meyli köp pul tapqan bolsun, meyli qancha şöhrət qazanğan bolsun, onun hammasi insanlıqni yo'qotgandan keyin hammasi nölga aylandi ekan. Çünki insanlıq bir degan raqamga o'xshashgan. Qağan, baylık, ilim, fazilet, şöhret, muvaffaqiyat hammasi nollarga o'xshaydi ekan. Bir bo'lgan vaqtida shu birninki keyniga 1 nol qo'ysak 10, 2 nol qo'ysak 100, 3 nol qo'ysak 1000 deganga o'xshash, o nollar hisob bo'ladi ekan. Agar bir bo'lmasa, qata nolni qolib qo'ygan bo'lsa, bu nol hech nimani ifodalamaydi ekan. Shunga o'xshash insonlik yo'qolgandan keyin hamma narsa tugishidi ekan. Shu bizning shu insonlik deganimiz shu fitrat. Eng muhim olim bo'lishdan burun, hatto musulmon bo'lishdan burun, hatto nati yaxshi bir yetakchi bo'lishdan burun inson bo'lish zarur ekan. Inson bo'lgan vaqtingda hamma narsa bo'ldi ekan. Bundaq bir qissa bor. O'tir asrlarda İtaliyanın padişahlarından biri xuddi Misrdagi shu piramidalarga o'xshash hamda bir o'chmas bir tarixni, bir yodikorlikni yasab qo'ymoqchi bo'libdi hamda. Shu chaqda bu o'ylab hamda shu poytaxtda shaharning kirishiga ikki dona rasm sizdirmoqchi bo'libdi. Biri perishtaning rasmi, biri shaytonning rasmi deb. Uni nati cho'ng hacimli qilib sizdirmoqchi ekan. Shuning bilan mamlakat bo'yicha eng usta rassomlarni chaqiribdi. Rassomlarga shu taklifni beribdi. Eng oxir shu rassomlarning ustidan birisi ustiga epdi buni. Tamam, men shunday qilay deb. Rassom uzunga qolmay ko'chalarni, bozorlarni, mahallalarni aylanib yurib, ayda perishtaga o'xshaydigan bir chiroy, bir simoni izlab yurib eng oxiri 7-8 yoshlardagi bir balni uchirtibdi. U bola nati chiroyli, shunda umoq. Shuning bilan bu bolaga "Uyang nerda bolam? Men ota-onang bilan kurashmoqchi edim" deb so'rab uyga beribdi. Uyga berib, "Balangiz nati umoq, tatliq ekan. Shu balangizning rasmini bir sizib olsam bo'lamdi" degan bo'ladi debdi. Rasmini sizibdi. O rasmini sizib akilib, uni ashunda cho'ngaytib, shaharningki kirishiga uni qo'yibdi. Endi shaytonning rasmini sizish kerak endi. Shaytonning rasmini sizish uchun bu odam yana izlanibdi. Ko'chalarni izlabdi, bozorlarni izlabdi. Chiqib odam boyaning hammasiga beribdi. Topolmabdi. Endi shaytonga o'xshatamabdi bekimni. Endi shaytonga o'xshayotgan vahshiy ko'rinishi vahshiy bir odamni izlamoqchi bu. Shuni bilan turmalarga beribdi hatto hamda. Eski odamlar bo'lib qolsa, shulardan birisi chiqib qolamdi. Turmalarga beribdi, psixik kasalliklar doktorxonalarga beribdi, ana qahvaxonalarga, haroqxonalarga shunday yerlarga beribdi. Hamda birasini bir shaytonga o'xshatamabdi endi. Shuni bilan shunday qilib yurib bu ishdan biraz zerikkandek bo'libdi. O arliqda hamda biraz vaqt o'tabdi. Mamlakatning ichida ichki urush degandek bir ishlar o'tab, o podshohmi buni unutib qolibdi suylashni. O rassomni zerikib tashlab etibdi. Shuni bilan 20 necha yil o'tab ketdi. 20 necha yil o'tab ketgandan keyin davlatni tinchigandan keyin bu podshoh bu rasmning birini sizib birisi qilib qolgandir ras. Hamda shu rassomni topayli, u rassom bo'lmasa boshqa rassomni topayli deb uni tepibdi rassomni. Bakan odamma. Shuni akilib
Şu resimni tamamlagan degan men topolmadim. Şu öz vaqtida shunda izlab topolmay, ma adamni shaytonga o'xshatgan deb shaytonga o'xshatanmay, shuning bilan men qilmagandim buni degan. Endi topsangmi topsa, topmasangmi topsa, shu resimni tamomlasang men 2 hassa ortiq sana ajringni berma, ücret berma deytgan. Shundan bu adam endi çoxum tapmasam bo'lmayotgan deb yana shu ko'chalarga tushayotgan, yana izlayotgan, bu yana izlayotgan. Burun qanday izlagan bo'lsa, yana izlaydi ekan shu. Bir kuni yana umidni uzib ketib qolsa, bir ko'chada, bir kashlikda ayni Axlat to'ninki yanida bir adam, yani 30-35 yoshlar orasidagi bir adam aşağıda o'tirib chochlari cho'lib ketgan, ko'nlaklari kiyimleri aynati kir, yırtık, paskına, yüzleri aşu topu çırağı hem şunda kürünüşü nait korkunuşluk hem de. Korkunuşluk şunda bir şu bir adamla uçurdu diken. O bir harak şişesine gacap oturdu diken. Da kışkı gidip sincilep karab, yaxşımısınız? Dep ahval sorab. Sizning resiminizni bir sizib olsam bo'lamdi degan adamda turib ketib ma'qul aytgan. Resiminizni sizsam men sizga tegishli bir haqqingizni beraman, mishad bir o'tirib bergan bo'lsangiz aytgan. Ma'qul deb o'tirdi ekan. Shuni bilan o'tirgandan keyin bu ashning qarab resimini sizitgan. Resimni sizib resim tugilib az qolgan vaqtida bu resmi sizilgan adam o'tirib yig'lab ketganda, buluqlab yig'lab ketgan. Şu bu ressam ya to'xtang, biraz sabr qilib tursangiz bo'larkan, resimni sizib bo'g'ilib qolibdim. Hozir bu yig'lab bunday qilsangiz bu resim buzilib ketadi desa, yana bu yig'iz to'xtamayotgan, shuniki sizning xumoringiz kelib qoldimi, yo ishkingiz kelib qoldimi, yo beni chekkingiz kelib qoldimi, nim bo'ldi? Bizden turib bergan bo'lsangiz degan ekan adam, siz meni tushunmadingiz, mening anda bir xumorim kelib qolgan ish emas. Men o'zimga yig'layapman. Chunki siz moshinangdan 20 necha yil burun mening resimimni perishta deb sizgandingiz. Hozir ashu bola men shu. Meni hozir endi shayton deb sizyapsiz. Shu meni oila, jamiyat, do'stlar, mushular meni mushu holatga keltirib qo'ydi. Deydigan. Deganiki bu rassamni qalamni tashlab, yig'lab ketgan bu muddat ta'sirini. İkisi turib birer soatgacha shunda yig'lashidi ekan endi. Endi bu qissadan endi insonning ashu insonligini yo'qotgandan keyin ayda boshqa bir mushunda bir shaytonga o'xshash bir maxluqqa aylanib qolganligi chiqadi endi. Alloh taolo Qur'on Karimda bizga amr qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydiki: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون dedi. Yüzünü doğru dinge qaratqın ki Allah Taala insanlarını aşı dinin üstüde yarattı. Yani her qandaq insanı aşı dinin üstüde yarattı. Allah'ın yaratqanını özgertishga bo'lmaydi. Yani Allah yaratgan fitratni o'zgarsak ziyon tortamiz, o'zgartishga bo'lmaydi. Bu to'g'ri din. Allah tushirgan din to'g'ri din. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni bayon qilib, har qanday inson, har qanday tug'ilg'ich, ya'ni har qanday bovoq fitrat üstüge tug'iladi. Yani İslam'ni qabul qiladigan holatda shunda pok bir fitratda tug'iladi. Ama onu ata-onasi ya Yahudi qilyotdi, ya Hristiyan qilyotdi, ya Majusi qilyotdi dedi. Yani terbiye, muhit shunday o'zgartiyotdi dedi. Yani şu o'zgarmay tug'ilgan holatdagi pok fitratini saqlab qolganlik, insonlikni saqlab qolganlik. İnsanlığını saqlab qolganlik. Haqiqiy insonlik Allah'ni tanıydı. Allah'ın peygamberini tanıydı. Allah'ın kitaplarını tanıydı ve Allah'ın dinini tanıydı. Şunun uygun iş qildi. Çünkü haqiqiy insonlik yaxshi ishlarni suydi, yomon ishlarni yomon ko'rdi.
haqiqatni suydi, zulm va haqsizlikka nafratlanadi, yomon ko'radi. Şu insanlık yo'qolgan vaqtida, aşı insanlık yo'qolgan vaqtida inson mayli o'qib, katta olim bo'lib ketsin yoki nayt cho'ng odam bo'lib ketsin, najiq odamga yaxshilik qilayotgan bir odam bo'lib ketsin, uninki hammasi nolga o'xshash bo'lib qoldi ekan. Chunki insonlik yo'qolgandan keyin, insonlik asosliq endi. Mushu insonlik, ya'ni hammadan avval inson bo'lish kerak deydi shunga. Hammadan avval inson bo'lish kerak degani aşı fitretide Allah Teala yaratgan birinci insanlık fitretinde aşı fitretke qaytish kerak. Aşı fitretninki talebi, taqazası boyunca iş qilish kerak. Aşundaq yaşaş kerak demekçi. Biz aşı fitret boyunca iş qilsak, dünya ahirette hiç qandaq malametke uçurmaymiz, ziyan tatmaymiz. Allah Teala'nınki rahmetiga ve cennetiga layakat bulimiz emni. Allah hammamizni to'g'ri fitrat ustida o'zgarmay davom qilishga nasib qilg'ay. Amin.